Juda ham ko'p kelgan savollardan biriga javob beraman. Menda testosteron baland chiqdi. Nima qilib pasaytirsa bo'ladi? Tanangizda agar o'zingiz o'zgarishlarni sezsangiz, ya'ni tanangizda ortiqcha tuklar ko'paysa yoki o'sha tana vazni уже oshishni boshlasa, ya'ni o'sha teri osti yog' bezlari qalinlashni boshlasa, hayzingizda o'zgarishlar kuzatilsa, ya'niki bir oyda 2 marta yoki balapatish 3 oyda 1 marta kelishi kuzatilsa yoki qandaydir yuzingizga, tanangizga toshmalar toshish boshlasa, albatta birinchi o'rinda gormonal tekshiruvdan o'tasiz va tabiiyki sizda o'sha testosteron, ya'ni erkaklik gormoni baland chiqadi. Bunda nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib o'zingizga yordam berishingiz mumkin. Birinchisi bu albatta sport. Albatta sport bilan aktiv shug'ullanishingiz kerak. Bu holatda sizga sport turlaridan ko'proq suzish juda ham katta foyda beradi. Keyingi bosqichlarda o'sha uyquingizni normallashtirish, ya'ni 8 soatdan kam uxlamaslik, tana vazningizni normada ushlash kerak, ovqatlanishingizga ahamiyat bering, ko'proq dukkakli mahsulotlar, mosh, loviya, no'xat, sutli mahsulotlar, o'sha pishloq, tvorog, meva sharbatlari, mevalardan eng yaxshisi bu o'sha shirin olma, quritilgan mevalar, kunjut urug'i, albatta ko'k choy ham juda ham katta foyda beradi. Shu kabi mahsulotlarni qabul qilishingiz kerak. Albatta o'z ustingizda ishlashingiz